Bu jangchi Mayami ko'chalarida afsonaga aylangan, barcha tomonlama shon-sharaf hamda dahshat olib keladigan Kimbo Slice u o'zini garaj o'rtida raqiblarning mazasini qochiradi, qalin mushlari bilan urib svetini o'chiradi. Tasavvur qiling, agarda shu jangchi UFC'ga debyut qilsa, uni birinchi raqibi tajribali kickbokschi Houston Alexander bo'ldi. Kimbo hech qanday oktagonda tajribasiz, o'z uslubida ko'chadagi urushlardagi oldinga o'tildi va Alexanderda mushlarini ostida qoldi. Eng xatarlisi, Houston o'ziga o'zi zarba berib, oyog'ini Kimboning temir tanasiga urib shikast yetkazdi. Shundan keyin Kimbo kutilmagan narsani qildi, takedownni uyushtirdi. Uni faqat stokada urishadi deb o'ylagan muxlislar hayratda qoldi. Slice raqibini kanavasga yiqitib, go'yoki kurashchiday kurashardi. 3-raundda har ikki jangchilar charchagandi, ammo ular yana stokada zarba almashdi. Kimboning kuchi tugagan edi. Houston tashabbusni qo'lga oldi, lekin bu juda ham kech bo'lgandi. Hakamlar qaror chiqardi, g'alaba Kimbo Slice'da. Mayami ko'chalarini shohanshohi UFC'da ham o'z so'zini aytdi.